O'sha mashhur hamma kutgan S700 model stulchigimizni yana nalichiga olib keldik. Bu safar yangilangan funksiyasi bilan, yangilangan funksiyasida sizni farzandingiz zerikib qolmaydi. Ko'rinishdan nima yangilik qo'shilgan ekan deb o'ylayapsizlarmi? Endi farzandingiz bu stulchigimizda zerikib qolmaydi. Sababi o'zida sensorli paneli bor, muzikasi, bu yerda inglizcha mana kitobni o'qib beradi. Juda ham interesli narsa qilingan. Agar shu funksiya yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Stulchigimizda har doimgidek 2 v 1 stulchik bo'ladi, ham dulka bo'ladi. Bemalol 2 oylikdan boshlab 3 yoshgacha ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari 4 ta baloni bor. Bemalol xonadan xonaga aylantirib ishlatib yuraverasizlar. Yana zo'r tarafi padnisni olasizlar, artib yana joyiga qo'yib qo'yaverasizlar. Va padnislari отдельно yechiladi. Stulchigimizda 6 ta положениеda baland-past bo'ladi. Bundan tashqari spinkalari ham 3 ta положениеda yotadi. Mabodo uxlab qolsa bemalol yotqizaverasiz. Va 5 talik xavfsizlik remellari ham bor. Agar farzandingiz katta bo'lib, uje stulchisiga xalaqit o'tgan bo'lsa, eng zo'r tarafi buni ham kompaktni qilib yig'ishtirib qo'yaverasiz. Vavadon stulchigimizning 4 xil rangi bor: oq, seri, qora va bejviy ranglari bor. Narxlari bizda o'zgarmagan, 550 ming so'mlikcha qolgan. Bunga qo'shib yana yangi funksiyasi ham bor. Keyingi videolarimizda xuddi shu stulchigimizni bu safar elektronli va byudjetli narxdagi variantini ko'rsatamiz.